kelin qaynonani xizmatini qilishga majburmi? Javobim bitta. Yo'q, majbur emas. Lekin agar o'zi xohlasa, bu savob. Kelin xohlab xizmat qilishni, qaynona haqida g'amxo'rlik qilishni tanlashi uchun esa u eridan yetarlicha mehr olish kerak va qaynonasini hech bo'lmaganda hurmat qilish kerak. Odamni hech narsaga majburlab bo'lmaydi. Kelin bilan janjallashgandan ko'ra xizmatini qildira olmayotgan qaynonalar o'zlaridan so'rasin. Men qanday qaynona bo'ldimki, kelinim meni ko'rarga ko'zi yo'q. Men nimalarni noto'g'ri qildimki, kelinim menikiga kelishni xohlamaydi. Mana shu savolni o'zimizga bersak, ko'p narsani tushunib qolamiz, qaynonalar.